Do'stim, qarang, sovuqda qara, rosa sovuq bo'lyapti. Nonni ham tezroq sotaylik-da, klientlar ham kelmayapti. Noni mayli sotiladi, noni, so'qatmagin. Prosta demoqchi bo'lganim, hali o'tgan safar bir esingda bo'lsa, anu orqa mahalladagi qizni yaxshi ko'rib oldim dedim. Endi o'shanga qanaqa qilib sevgisi xol qilsam ekan, oddiy novoy bola bo'lsam, bir kunimga 100 ming, 150 ming pul olsam, u ko'narmi ekan deyapman. Senga maslahatim do'stim, Xudoga tavakkal qilib, Allohdan so'rab bir sevishingni aytgin. Xudo bir yo'lga boshlar. Davlat deya, pul deya kechgan eding sen mendan. Gulim endi ko'rmana, bugun boyman undan ham. Qo'sha-qo'sha uylari yoqqan emish onangga. Endi davrim kelganda chiqibman-da men boyga. Davlat deya, pul deya kechgan eding sen mendan. Gulim endi ko'rmana, bugun boyman undan ham. Qo'sha-qo'sha uylari yoqqan emish onangga. Endi davrim kelganda chiqibman-da men boyga. O'ylamasdan gapirgan ota onang emasmi? Sen kambag'alsan degan axir shular emasmi? O'ylamagin qo'y gulim, birga o'tgan damlarni. Boy qo'ynida o'tkizgin endi shirin onlarni. Davlat deya, pul deya kechgan eding sen mendan. Yaxshimisiz? Charchamay keldingizmi? O'z kunlaringizdan keldingizmi? Rahmat, yaxshi. Yaxshisi, bunaqa yurishimizdan foyda yo'q. Siz yaxshisi dadam bilan gaplashing. Xo'p, men bo'lmasam dadangizlar bilan gaplashaman. Alo. O'tir. Bir minut. Qizim aytgan yigitsanmisan? Nima ish qilasan? Oylik daromading qancha? Qo'shiqlarim jaranglab yetib borsa sen tomon. Farzandingni erkalab eslab qo'y meni bir on. Eslaganda bag'ringni dardlaring tilib ketsin. Senga yozgan qo'shig'im har kun meni eslatsin. Davlat deya, pul deya kechgan eding sen mendan. Gulim endi ko'rmana, bugun boyman undan ham. Qo'sha-qo'sha uylari yoqqan emish onangga. Endi davrim kelganda chiqibman-da men boyga.